Assalomu alaykum. Avtosalonimizga xush kelibsiz. Birinchi marta kelyapsizmi? Ismingizni bilsam bo'ladimi? Telefon nomeringiz? Kelishingizdan oldin call center bilan gaplashganmisiz menejerlar bilan? Yuring, unda men sizni kuzatib qo'yaman, menejerlarga konsultatsiya o'tib berishadi. Assalomu alaykum. Havola avtosalonimizga xush kelibsiz. Sotuv bo'yicha menejer Muhammad Yusuf bo'laman. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Juda ham yaxshi aziz aka. Qaysi modelga qiziqish bildiryapsiz? H6. Juda ham yaxshi. Hozirga men H6 modelimizni sizga to'liq obzor qilib beraman. H6 modelimiz 2025 restyling bo'ladi. Ya'ni mashinamizda polniy oldi faralari, oldi oblisovkalari o'zgargan. Mashinamizning paysalariga keladigan bo'lsak, mashinamizda 3 xil paysa va 2 turbina variantimiz bor. Narxlari 325 milliondan boshlanib 390 milliongacha. Hozir sizga ko'rsatadigan modelim H6mizda full paysasi 1.5 motorligi. Mashinamizda 1.5 litrli 4 ta silindrli 184 ta ot kuchiga ega bo'lgan motor turibdi. Hozirda biz motor, korobka, polniy elektronikaga garantiya beramiz. Ya'ni servis o'zimizdan siz garantiya asosida mashinani xarid qilishingiz mumkin. Avtomobilimizda 360 kamera, avtoparkovka, palas udержания hamma qulayliklari bor. Avtomobilimizda endi sizga bir qator yon qatorini tushuntiradigan bo'lsam, avtomobilimizning diskalari 19 razmerda bo'ladi. Diskli tormoz ABS bilan jihozlangan. Avtomobilimizning podveskalariga keladigan bo'lsak, McPherson bo'ladi. Oldi, orqasi nezavisli podveska bo'ladi. Aytib o'tganimdek 360 kameralari bor. Mashinada besключевой dostuplar bor ruchkada. Salon qismini ham ko'rishingiz mumkin. Salonimiz polniy kojinli salon bo'ladi. Hozirda bizda 3 xil svetdan bor. Avtomobilimizning orqa qismi ham yangilangan restyling bo'ladi. Bagajimiz elektronniy. Ko'rib turibsiz, bagaj hajmi ancha katta, keng. 500 litr объемda bo'ladi bagajimiz. Mashinamizda dagatkalari, sambuferlari, hamma ключ domkratlari mavjud. Sambuferning vazifasi sizga akustikani yana ham yaxshi chiqarib berishi. Ko'rib turganingizdek, mashinamizda o'zida shtorkalari bo'ladi. Bemalol shtorkani qo'yib, dokumentlarni qo'yib ketishingiz bo'ladi. Aziz aka, avtomobilimizda sensorlari ham mavjud, ya'ni oyoq bilan ochib yopsangiz ham bo'ladi. Avtomobilimizning baki 60 litr bo'ladi. Avtomobilimiz smeshenniy расходi 7,5 ta, 2 turbinasiniki, 1,5niki 607. Avtomobilimiz salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salon qismini ham ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimiz sidenlari elektronniy, aytib o'tganimdek, voditelskiyda pamyat sidenlari mavjud. Aziz aka, avtomobilimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta haydab ko'ring, qolgan funksiyalarini haydab o'zingiz bilib olasiz. Haydovchilik guvohnomangizni olishingiz mumkin. Shu yerga qo'l qo'yib bering. Aziz aka, avtomobilimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Hozir men sizga bir qator rulga o'tirib, hamma narsasini tushuntirib beraman. Aziz aka, avtomobilimizga joylashib ham oldik. Avtomobilimizning monitoriga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz monitori 10.6 dyum bo'ladi. Xo'p, avtomobilimiz monitorida o'zining CarPlay, Android CarPlay, Apple CarPlay'lari bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizda polniy klimat kontrol duxzonli bo'ladi. Ya'ni siz tarafga alohida, men tarafga alohida. Orqa tomonga ham deflektorlardan beradi. Xo'p, avtomobilimizda abduf abagreiflarimiz mavjud. Xo'p, abduf abagreiflarimizni yoqib olamiz. Xo'p, plus rulda ham abagreiflarimiz bor. Rul ham qiziydi. Avtomobilimizda голосовой управленияsi ham bo'ladi. Hozir sizga ko'rsatib beraman. Открой окна. Ko'rib turibsiz, ovoz bilan siz oynalarda, lyuk, bagaj hamma narsani boshqarishingiz bo'ladi. Закрой окна. Xo'p. Avtomobilimizda bu skorost aytib qilganimiz boshqa mashinalarda shu yerda bo'lardi. Hozir bu yerda беспроводной zaryadkasi bo'ladi. Xo'p, ya'ni telefonni bu yerga qo'yib, zaryadka qilib ketishingiz bo'ladi. Xo'p, bizda skorosimiz bu tomonga o'tgan bo'ladi, deflektorning o'rniga. Xo'p, shu yoqda skorosimiz. Hozir sizga buni ham haydab ko'rsatib beraman. Xo'p, demirlarni taqib olamiz. Hozir shu ruchagimizni pastga tortadigan bo'lsak, drive'ga tushadi, tepaga zadniy. Zadniyga urganimizda polniy 360 kameralarimiz ishlaydi. Уже haydashni boshlaymiz. Hozir drive'ga urdim, remenni taqqandan, avtomobilimizda remen taqqandan so'ng ruchniklari avtomatik uchadi. Agar siz remen taqmaydigan bo'lsangiz, ruchnik tushmaydi. Shu hisobga безопасность jihatdan remenlarni taqib olasiz. Xo'p, tayyor bo'lsangiz ketdik. Avtotormojение, palas udержания hamma funksiyalari bor.
Avtomobilimizda slipovoy zonalari bo'ladi. Ya'ni hozir mana orqadan avtomobil kelyapti. Hozir pоворотniga yoqadigan bo'lsam, avtomobil ovoz bilan ogohlantiradi bizni. 360 kameralar avtomatik ishlaydi agar pоворотniga yoqadigan bo'lsam, bu sizga yana ham komfort va безопасность beradi. Agar sizga qanaqadir mashina yaqin keladigan bo'lsa yoki oldidan keskin tormoz bosadigan bo'lsa, avtomatik tarzda tormoz beradi mashina. Aziz aka, sizlarimizni o'zingizga moslashsiz bo'ladi. O'zingizga moslashingizmi, sizlar qulaymi sizga? Rullarni ham ligrofga qilsangiz bo'ladi. Bakoylarni ham qator ko'rib tekshirib oling. Xo'p, yaxshimi? Xo'p, bitta remenni taqib olasiz. Уже yurishni boshlaymiz. Xo'p, skorsimiz bu yoqda bo'ladi. Ko'rsatib o'tdim, richaglik pastga tortadigan bo'lsa, sizdagi drive tushadi. Xo'p, drive-ga tushdi. Siz hozir remen taqqansiz, ruchnikni avtomatik tushiradi. Yursangiz bo'ladi. Aziz aka, mashinamizda har xil rejimlari bor. Xo'p, mashinamiz hozir normal rejimda turibdi. Sportga o'tkazsak ham bo'ladi. Sport rejimiga o'tkazganimizda mashinani tortishi yana ham kuchliroq bo'ladi. Xo'p, keyin bizda head-up display mavjud. Ya'ni sizga loboydan отражать berib turadi tezligingizni. Qanaqa tezlikda ketyapsiz, nima yo'lda qanaqa znaklar bor, slipovoy zona. Bakoyda slipovoy zonalarimiz bor. Orqadan mashina bo'ladigan bo'lsa, ogohlantiradi. Uzoq yo'lga chiqadigan bo'lsangiz, aziz aka, mashinamizda cruise control adaptivniy bo'ladi. Ya'ni siz oldidagi mashinaga moslab qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, dam olganda, issiq kunlarda tog'-boqqa chiqadigan bo'lsangiz, off-road rejimlari ham bor. Hozir sekinlab, uje razворот qilishni boshlayapsiz. 360 kameramiz avtomatik tarzda ishlayapti. Ya'ni sizga yonboshlarni ko'rsatib beradi. Aziz aka, mashinamizda avtoparkovkasi ham bor. Hozir sizga yoqib ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu yoqda 360 kamerani yoqqaningizda bu yoqda mana assistent parkovka. Xo'p, to'g'ri yursangiz, o'zi parkovka mestasini topadi, o'zi avtomatik tarzda parkovka qiladi. Xo'p, bemalol yuravering. O'zi aytadi, hozir tormoz berishingiz kerak bo'lgan payt sekinroq yuraverasiz. Xo'p, tormozni bosasiz. Начать parkovka. Qo'lingizni og'irroq tutsangiz bo'ladi. Tormozni ham qo'yaverasiz. O'zi parkovkaga olib kiradi ham, qiyin paytlar bo'lib qolsa parkovkadan olib chiqib beradi ham. Mashinamiz ancha aqlli. O'zi parkovkaga qo'ydi va avtomatik tarzda o'zi parkovkaga qo'yadi. Parkovkaga soladi mashinani va ruchnikda avtomatik tarzda ko'taradi. Siz bu holatda o'zi mashinani o'chirib, tushib ketsangiz bo'ladi. Mashina hamma tayyor. Ruchnikda ham o'zi avtomatik tarzda ko'tarib qo'ygan. Aziz aka, test drive'imiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, yuring, sizga to'lov turlarimizni to'liq tushuntirib beraman.